Keringlarchi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Qanday ishingizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Barcha parvoz aka-ukalarga xayrli kun, hammaga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik bilan yangi video boshladik. Qo'ldan kelgancha uydagi parandalarda, zarrandalarda, ko'randalarda, zarar ko'randalarda sizlarga tomoshaga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Olinglarchi. Ular juda ham zo'r narsalarda o'rtoqlar. Kichik to'ylarda bekorchilari bor o'rtoqlar. Telegram kanaliga joyladim. O'tirib bemalol tomosha qilasizlar. O'ta joddiy xudo xolasa. Ay joning sog' bo'ldi. Bularni qarang, go'zalligini. Xorozimiz ham o'ta moshni. Nakauch xo'roz bolalari maydalar emas. Juda ham zo'r ketyapti. Endi bular kechroq tayyor bo'ladi bu maydalar, lekin shunaqa zo'r bo'ladi, boqqan odam baraka topadigan bo'ladi, xudo xolasa. Tomoshada o'rtoqlar, zerikmaysizlar. Hali bularning parlari kelsa shunaqa bir mayin bo'lib, chiroyli bo'lib. Kul zotlarda ishqozlar uchun kullar bular. Ana jo'jalar. Joning sog' bo'lsinlar. Yapon dujalar oshib chiqibdi o'rtoqlar. Ana. Yozda qiyin ekanda. 4tasi yo oshib chiqadi, yo oshib chiqmaydi. Qolgan 5tasi oshib chiqibdi mana. Onasining o'zi chiqqan ekan mana. Ikkita qora, ikkita bedana qora o'zi chiqibdi mana. Qaranglar o'rtoqlar. 4ta tuxum turibdi hali ham. Bu jo'jalar juda aqllida, qarang. Ichida bitta shustrisi bor-da, chiqadi mana. Mana bu yerga chiqib turib, uzumdan uzib yerga tashlaydi, qolganlari talamash qilib yeydi. Shunaqa aqlli, uzumni ham o'zi pashtiga bo'pti. Buni endi hojatda ko'rsalar, shunaqa bir so'kib berasizlar. Jo'jalarni qarang. Nakauch xo'roz bolalar mana. Makiyonlar ham juda siroq. Ishqozlarga berilaveradi, zotga yaxshi narsa. Ana shu qora xo'roz. Mana o'zimda. Radnoy jo'jam bu. Mana do'stlar, nakauch xo'rozim. Toshkentga ketgan xo'rozim. O'zi chiqyapti xudo xolasa bardabo'y bo'lib. Juda go'zal. Gazlari ham uzun. Bu 5 kiradan kam bo'lmaydi, chunki makiyon yirigida